Salom do'stlar, sizlar bilan Imini Federasi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream Soccer 2026 o'yinida yana bir bor o'sha ikkinchi marta Abduqodir Husanovni sizlar bilan bugungi videorolikimizda kuchaytirishga harakat qilamiz do'stlar. Mana buni reytingga qo'yib turibmiz. Xo'sh, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Dilsiz yangiliklar deb yozsanglar ham birinchida chiqadi Telegramda. Albatta obuna bo'lib qoladi, chunki bu Telegram kanalda biz tez mana bunday sezon baslarga aksiyalar qilib turibmiz. Obuna bo'lishga arziydigan kanal, albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, biz unda videorolikni boshladik. Eslarda bo'lsa, bu yil o'sha ikkinchi marta kuchaytiryapmiz Abduqodir Husanovni. Chunki Husanov akamizni, to'g'riroq mendan katta yoshlari. Xo'p, Husanov akamizni hozir full qilamiz. Birinchi full qilganimiz 74 reyting deydi. 68 reytingligini full qilganmiz birinchi marta YouTube'da. Undan keyin 74 reytingligini full qildik va mana 3-chi o'sha videoyimiz 78 reytingda. Xudo xohlasa bundan ham yuqori reytinglar ko'tarish nasib qilsa, yildan yilga reytinglar oshyapti. Har yangilanishda reytingga oshyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, ovozlarni biroz normaga keltirib olamizda va videorolikni boshlaymiz. Xo'p. Ovozlar normada, bizda yetarlicha trenerlar bor va biz boshladik. Husanovni full qilamiz. Xo'p, tepasidan xudo xohlasa 400 chiqadi degan umiddaman. Ko'pchilikda ko'rdim. Husanovda 400 chiqibdi, tezliklari ajoyib, 90 tezlik va APLdagi eng tez futbolchilardan biri bo'lyapti. Mavsumning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lyapti. Xullas, Husanov sariq reytingga chiqadi, xudo xohlasa, nasib bo'lsa, mana shunday ketsa, mana shunday o'zini ko'rsatishda davom etsa, balkim Real Madrid va Barselona kabi futbol klublarga ham o'tishi mumkin. Faqat Cityda. Endi Cityda u yonyapti, Cityda yaxshi asosiy tarkib kirib oldi. Xudoga shukr, mana shunday bizning o'zbek o'g'lonlarimizni, ayniqsa jahon chempionatiga chiqqanimiz yaxshi bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev, mana shunga o'xshash iqtidorli futbolchilar top klublarning nazariga tushib qolsa, sirazi transfer qilishadi, chunki ular bilishadi-da, qanaqa o'ynaydi, qanaqa bu yurtdoshi, qanaqa. Xullas, o'rganib chiqishib, endi bilamiz, Abbosbek Fayzullayev Barselonaga balet qiladi. Yoshligidan Barselonada o'ynashni orzu qilgan ekan. Yaqin intervyusini eshitgandim, shunaqa degan edi. Nasib qilsin akamizga Barselonada o'ynash, boshqa futbolchilarimizga ham mana shu jahon chempionatida yaxshi o'zini ko'rsatib, topoviy klublarga o'tishi nasib qilsin. Endi ko'pchilik savol berishi mumkin, O'zbekiston terma jamoasi ham DLSga qo'shilishi mumkinmi? Ha do'stlar, qo'shilishi mumkin. Buning uchun nima bo'lishi kerak? DLS o'yini, DLSning o'sha kompaniyasi O'zbekiston o'sha futbol assotsiatsiyasiga, shunga xullas qanaqa aytiladi? Assotsiatsiya, shunaqami? Xullas, shu joyga taklif yuborish kerak, shartnoma tuzish kerak. O'zbekiston bilan kelishuvga erishsa, O'zbekiston ruxsat bersa, futbol o'sha narxasi ruxsat bersa, O'zbekiston terma jamoasi ham qo'shilishi mumkin DLSga. Faqat bunga bilmadim, endi biroz vaqt ketishi mumkin. Chunki bilasizlar, Koreya bor, Yaponiya bormi? Endi Yaponiya boshqa joydan, endi Koreya, mana Osiyodan Koreya borda. Yaponiya deganim. Adashdim. Xullasda, короче. O'zbekiston ham qo'shilishi mumkin. Xo'p, Husanov yaxshi kuchayapti bizda. Tepasidan 400 chiqarmikan, ha? Hozir bilib olamiz. Hozir juda ham yaxshi ketyapti Abduqodir Husanov. Cityga o'tgandan beri u o'sha o'ng qanot ananda o'ynayotdi, o'ng qanot himoyachisi bo'lib, endi hozir markazlashyapti borgan sari. O'zi asl pozitsiyasi bu markaziy himoyachida Husanovning. Xo'sh, narxi eng qizig'i bilasizlarmi, Husanovning narxi 50 million yevro do'stlar. O'zbekistondagi eng qimmat futbolchi. Va u hali yosh, ancha yosh. Hali iqtidori bor, kuchi bor. Xullas, yana 10 yil bemalol zo'r o'ynab bera oladi. Jarohatlar bo'lmasa, o'sha asosiy tarkibga tushib tursa, xudo xohlasa, urovini oshadigan futbolchilardan biri. Xo'sh, Husanov haqida yana qanaqa ma'lumotlar aytishim mumkin? Mana shu narsa. Husanovning ukasi ham bor ekan, ukasining ismi esimda yo'q. U ham Husanov, u ham futbolchi bo'lar ekan, nasib bo'lsa futbolchi bo'lsin, uni ham to'p klublar taklif qilsin. Xo'sh.
aytgancha do'stlar, YouTube kanalimizda 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Faqatgina obuna bo'lib, podдержка qilib tursanglar juda ham xursand bo'lardim. 100 mingta bo'lsak, videolar yana ham ko'payardi. Masalan, hozir почти har kuni video chiqarayotgan bo'lsam, endi bir haftada 2-3 ta video chiqaryapman. 100 mingta bo'lganimizdan keyin balkim har kuni video chiqaraman. Bundan ham qiziqarli videolar chiqaraman. Chunki odamning motivatsiyasi oshar ekanda, qancha ko'p like bo'lsa, qancha ko'p подписчик kelsa, motivatsiya oshar ekan. Xo'sh. 84 reytingga chiqib ketdi va hali bitta ham 100 chiqqani yo'q. Ko'ramiz. Udari sal pastroq ekanda, udari 35 ekan, kamida bir 40 bo'lganda ham zo'r bo'lardi. Bosh bilan o'ynaganda yaxshi bo'lardi. Bo'ylari yaxshi, 1.86. Bu endi markaziy himoyachi uchun sal pastlik qiladi, sal, lekin normal holat. Masalan, Sergio Ramosda ham o'zi 1.84 da bo'yi. Husanovda 2 sm balandroq. Endi devdek bo'lishi shart emas va bizda birinchi 100 chiqyapti, Silasi 100 bo'ldi. O'zi hayotda ham 100. Yelka surishlari, podkat tashlashlari juda ham ajoyib. Ko'pchilik mana shu Husanovning videolarini qo'yib Instagramga chet el blogerlar ham aktiv yig'ishyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston aktivini sezib qolishdi-da, O'zbekiston qanaqa podдержка qilishini, o'zbek xalqi qanaqa bir o'sha o'zini qondoshini, o'zini bir hamyurtini qanaqa podдержка qilishini bilib oldi. Shuning uchun har bitta videoda O'zbekiston bayrog'i qo'yilgan, har bitta videoda Husanov. Xolos, mana shunaqa gaplar. Hamma bilgan bo'lsa-ki, Instagramda ham birinchi bo'lib Husanovning rasmi chiqadi, keyin boshqa futbolchilar rasmini qo'yishadi. Aktiv yig'ish uchun-da hammasi. Xo'sh. 400 tepasidan chiqishi noma'lummi deyman-a? Chiqmasmikin, ha? Chiqishi kerak do'stlar, bu Husanovdan chiqmasa bo'lmaydi, uyat bo'lib qoladi. Olmosga ishlatib yoribmiz. Mana bundan ishlatamiz. Va prorif tushyapti, ko'ramiz. Full bo'lib ketib qolmadimi ekan? Voy, +11 kuchayarmikin do'stlar bu? Hamda qodirimiz. Xo'sh. Va undan tepasidan 400 chiqdi. Chiqargan do'stlar. Chiqarib yubordik-ay, malades. Oldingi kartasidan 400 chiqara olmagandik tepasidan. Va hozirgi kartasidan 400 chiqdi. Endi atborga tushirishga harakat qilamiz. Xo'sh. Pasiga tushyapti. Endi pasi ham yaxshi. Xo'sh, udarga chetdi. Chichivardi endi. Shuncha kuchaytirdik, fulan bo'lib qopti. Voy, onasini hamsan. 3 ta kuchaytirgich berdik. Uchalasidan bittasi tadbirda tushmadi. Voy, iplos delasi. Iploslik bo'yicha delasi yetadigani yo'qda. Do'stlar, nima deylar? Kimdir sizlarga masalan savol bersa, hayotda ko'rgan eng iplos odaming, eng iplos o'sha ko'rgan odaming kim desa, dilisini yaratgan odam, mana shu kuchaytirishni yaratgan odam deb aytaverasizlar. Birinchi o'rinda oladi iploslik bo'yicha. Men gapimga 100 talik javob beraman. Nima deydi? Iploslikning oliy darajasi bo'ladi-ku, xuddi shunaqada, mana qoramilikni eng cho'qqisiga chiqqan o'yin bu. Aksariyat full qilish videolarimda asabimiz bo'ladi. Mana Husanov full bo'ldi, xudo xohlasa hozir o'ziga biz unga o'sha forma berib qo'yamiz, har doimgi an'analarga sodiq qolgan holda. Xo'sh, mana ko'raman, mashina qarab turinglar. Atborga kam beradi. Mana pasiga 7 beryapti-da, atborga 6 beryapti. Shu joyda ham. Ha, mayli. Mana shu holatda ham o'zimizga Husanov, короче. Xo'p, Husanovning furqidagi tarkibga nechi do'stlar? Qizil tarkib. Juda ham ajoyib tarkib. Adashmasam, mana o'sha akkauntda open pack qilganmidik-a o'tgan safar. Yana bilmadim, shu akkauntda open pack qilgan bo'lishimiz ham mumkin. Anaqani eslolmayman. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Kimga mana bunday hozir bitta open pack qilib beraman sizlarga. Sezon passini ochib olamiz. Kimga mana shunaqa ishonchli sezon pass ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Telegramda ichimga murojaat qilishingiz mumkin. Mana oson, sifatli tarzda ochib beramiz. Mana olmosni tanlaymiz, olmos, vrach va mana bu yerdan agentni tanlaymiz do'stlar. Hozir mana shu agentni ochib, Husanovning mana bu kartasini tushirishga harakat qilamiz. Qani tusharmikan? Xudo xohlasa tushsin va biz boshlaymiz. Qani Husanovni full qildik, Husanovning ustiga bosdik. Endi tushmasa uyat bo'ladi. Husanovga o'xshatmadim lekin men.
Rangi oq bo'lgani bilan o'xshatmadim. Balki nuqsonli bo'lib qolishi ham mumkin. Xo'sh. Atbor 83. Stop. Yo'q, Husanov emas bu. Yuzi ko'rinib qoldi, yuzdan Husanov emas. Atbor yana aldadi bizni. Lekin Atbor juda ham o'xshagan-da, rangi oqarmay o'lgur. This is a special moment for a special player. The secret's out. He's signed for the team. Voy. Hop, buni ham asosiyga tushirib qo'ymizmi? Asosiyga tushirib qo'yamiz. O'zini pozitsiyasida. Xullas, mana shunaqa gaplar do'stlar. Videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Sizlar bilan har doimgidek Iminov darsi yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.